Oyijon, bugun nima ovqat qilyapsiz? Bugunchi iftorlikka osh tayyorladim. Keyin sen yaxshi ko'rgan salatni ham qildim. Oyijon, shu ovqatdan bir kosa dugonamga chiqaraylik. Mayli qizim. Dugonang oshni yaxshi ko'radimi? Yo'q, boya kelayotganda oyisi, qizim, iftorlikka hech narsa qolmabdi. Dadangni oyligi 2-3 kunda chiqib qoladi. Hozircha mana shu pulga taom olib kelib tur, deganlarini eshitib qoldim. Shunaqa degan. Yomon bo'pti-ku. Mana men keldim. Qani sizlar? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Mana bozorlik ham qilib keldim. Voy, qandoq yaxshi. Bir narsa so'rasam maylimi? Mayli so'ra. Hozirgina qizimiz aytib qoldi. Qo'shnimizni iftorlik qilishga hech narsasi yo'q ekan. Oyligi ham kechikibdi. 1-2 kunda tushadi deyapti. Hozir tuxum bilan iftorlik qilmoqchi. O'shanga rosa xafa bo'ldim. Hozircha biz uyimizda hamma narsa yetarli. Mana shu bozorlikni rozi bo'lsangiz, qo'shnimizga ehson sifatida bersak, nima deysiz shunga? Baribir savob ham kerak-ku. Ha, yaxshi o'ylabsan. Tez olib chiqib bera qol bo'lmasa? Iftorlik mahali ham bo'lib qoldi. Bor, kech qolma. Xo'p. Hozir